Ko'krak qafasidagi og'riq yurakdanmi yoki asabdan? Birdaniga ko'krak siqilib, bosim seziladimi? Bu yurak xuruji yoki ko'krak qafasidagi nerv va mushaklar og'rig'i bo'lishi mumkin. Qanday farqlash mumkin? Agar bu og'riq yurak bilan bog'liq bo'lsa, og'riq bosuvchi, ezuvchi yoki siquvchi bo'lishi, chap qo'l, yelka, bo'yin, jag'i tarqalishi, jismoniy harakatda kuchayishi, hansirash, terlash va vahima bosish kabi holatlar kuzatiladi. Agar bu og'riq nerv yoki mushak og'rig'i bo'lsa, qisqa, sanchuvchi yoki chaqmoqdek og'riq bo'ladi. Nafas olganda yoki tana holatini o'zgartirganda og'riq kuchayishi kuzatiladi. Stress yoki zo'riqishdan keyin paydo bo'lishi mumkin. Bunda nima qilish kerak? Agar og'riq kuchli va uzoq davom etsa, tez yordam chaqirgan ma'qul. Agar asabiylashgandan keyin bo'lsa, chuqur nafas olib, tinchlanishga harakat qilsa, o'tib ketadi. Ko'krak og'rig'ini e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Har qanday shubha bo'lsa ham shifokorga murojaat qiling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.